Farg'ona xalqaro aeroportida 2000 va 2005 yilda tug'ilgan 2 nafar qizlarni chet elda fahsh ishlarni qilishni sotib yuborayotgan shaxs huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Mazkur jinoyatni sodir etgan 26 yoshli erkakka nisbatan sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-modda 2-qismining B, Y, Z bandlari bilan aybli deb topilsin. Sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-modda 2-qismining B, Y, Z bandlari bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashligi belgilansin. 2 nafar qizlarni o'zga yurtga xorlik uchun sotib, evaziga daromad topishni o'ylagan shaxs endi qonun oldida jazo oladi. Ish hujjatlarida ma'lum qilinishicha, 1999-yil Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida tug'ilgan shaxs Rossiya davlatiga ishlash uchun borib, u yerda o'zbekistonlik ayol bilan tanishib qoladi. Shundan so'ng ular mo'may daromad topish maqsadida O'zbekistonga keladi va bu yerda qiyinchilik vaziyatdagi ayollar ishonchiga kirib, ularni chet elga sotish evaziga daromad topishni reja qilishgan. Shundan so'ng erkak shaxs Rossiya Federatsiyasidan kelib, Farg'ona shahrida 2 nafar ayol shaxslar bilan tanishib, ularni o'sha Rossiya Federatsiyasiga fohishalik qilish uchun yuborish haqida kelishgan. Rossiya Federatsiyasida yashovchi ayol shaxs aviabiletlar yuborgan. Shu o'rinda opa-singillarimizdan o'z hayotlariga befarq bo'lmagan holda har kimga ham ishonavermasliklarini so'rab qolamiz.